o'spamizda mana iynamizning chuqur joyi bor. Ozgina vaksina chiqadi. Mana yuqa parda joyiga. Shu sanchamiz. Hey, ina qolib ketdi. Ko'pchilik so'ragan mavzu kurkalarga chechak kasalligiga qarshi qanaqa vaksina qilinadi? Vaksinamiz shu holatda bo'ladi mana, o'spa, ming doza. Buni rastvori. Ya'ni bundan suv olib, bu vaksinada eritiladi. Hozir jarayonni ko'rsatamiz. Mana vaksinamiz erishni boshladi. Oz-ozdan eriyapti. Ma'lumot o'rnida aytib o'tamiz. Avval buni ochib qo'ymaslik kerak. Nimaga bu ochiq havoga chiqqandan keyin reaksiyaga kirishib, mana o'zi o'ladi. O'shaning uchun rastvor bunga birinchi kuyib, eritib olib, yana qayta qo'shiladi o'ziga. Shu tayyorlagan vaksinamiz 1000 ta kurka uchun yetarli. Hozir qanaqa qilishni ham ko'rsatib o'tamiz. Shu iğne orqali vaksina qilamiz. Bo'lyapti, bo'ldi. O'spamizda mana iynamizning chuqur joyi bor. Ozgina vaksina chiqadi. Mana yuqa parda joyiga. Shu sanchamiz. Hey, ina qolib ketdi. Ina qo'yib yuboramanmi? O'spa vaksinamiz ko'proq bu joyga qilinadi, ko'proq tez ta'sir qiladi. Video yoqqan bo'lsa, like bosib, kurka boqayotgan tanishlarga jo'natib qo'yamiz.